Oilaviy dam olishga bir kunga 20 million so'm ketadi desam, ishonasizmi? Yer yuzidagi eng qimmat avtostoyanka 200 ming desamchi? Yer yuzidagi eng qisqa masofa 5 kilometr uchun Samarqand-Toshkent taksi narxi 150 ming so'mdan olinishiga ishonasizmi? Shular haqida gaplashamiz. Amirsoyga shaxsiy avtomashinada kelasiz. 5 kilometr qolgach qanotni boshlanish oldida majburan to'xtatilasiz. Gaychi akalarimiz sizga yuqoriga mashinada chiqishni taqiqlashadi. Shunda sizda 3 ta variant qoladi. Oilaviy narsalar bilan piyoda tilingiz osilib tekinga 5 kilometr toqqa tepaga chiqasiz. Bu imkonsizligini bilib turibsiz. Ikkinchi variant, majbursiz qanotga odam boshiga 140 ming so'mdan o'lsin, shu yerga keldim-ku deb bir marta bo'lsa ham chiqasiz. Odamlarning navbati 100 metrdan oshadi. Soatlab navbat kutasiz. Uchinchi variant, eng arzon variant. Qanotga chiqsam oilaviy 500-600 ming so'm tejayman deysiz. 10 metr nariyoqda o'sha yerlik taksichilar bor. Faqat ular kirib chiqishi mumkin. Narxi Samarqand-Toshkentga qatnovchi akalarimizning taksi narxi bilan barobar. 5 kilometr uchun 150 ming so'm. Ularning xizmatiga muhtojsiz. Eng qizig'i, bu yerda g'alati ishlar bo'lyaptimi yoki menga shunday tuyulyaptimi? Go'yoki taksi yoki qanotdan xohlaysangmi yo'qmi foydalansang deyotgandek. Siz qaysi variantni tanlaysiz? Piyoda, taksi yoki qanotda chiqish? Desertga eng qizig'i, agar mashinada chiqsangiz, sizni yer yuzidagi eng arzon bo'lgan 200 ming so'mlik stoyanka avtoparkovka kutib oladi. To'g'ri eshitdingiz. 2 ming so'm emas, 200 ming so'm. Yana qizig'i, stoyankaga joy yo'q. Agarda mehmonxona kerak bo'lsa, narxlar kosmos narx. 10 million so'm atrofi, bir kechasi uchun. Shunda ham joy yo'q, oldindan buyurtma berish kerak. Chana uchaman desangiz, ijara narxi 390 ming so'm. Afsus, u ham qolmagan. Qanotga chiqish uchun turna qator odamlar bilan soatlar navbat kutasiz. Mazzami? Restorandagi ovqatlar narxini aytsam, aniq hushingizdan ketasiz. Kallam ishlamay qoldi. Bu narxlar Marsdan olinganmi yoki Amerikaga nisbatan tayyorlanganmi? Azizlarimiz, siz 3-4 oylik maoshga bir kun kayf qilgan bo'larmidingiz? Tekin narsa va joylar ham bor. Masalan, rasmga tushish, skameykaga o'tirish, qorbo'ron o'ynash, toza havodan foydalanish va tomosha qilish mutlaqo tekin. Ha, aytgancha, hojatxonaning narxi nech pul deb o'ylaysiz? Amirsoyda narsalar qimmatmi, arzonmi? O'sha pulga qayerga dam olgan bo'lardingiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ha, aytgancha, siqilmang. O'sha yerga bitta tosh bor. Bepul o'tirib tabiatni tomosha qilishingiz mumkin.